Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Bugungi navbatda 76 diskalarimizni sizlarga ko'rsatib, obzor qilib o'tamiz. Birinchi o'rinda manzilimizni aytib o'tamiz. Namangan viloyati Mingbuloq tumanida bu diskalarimiz yasab borilmoqda hozirgi kunda. Bugungi sanamiz 2025-yil 14-dekabr sanasida turibmiz do'stlar. Diska yasab berish xizmatlarimiz ham bor. Shu holatda sotish xizmatlari ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Diskangizni olib kelib bersangiz, shu holatda yasab ham beramiz. Shu holatda tayyorlarini sotamiz ham. Shunaqa diska qidirib yurgan akalarimizga bu videoni jo'natib qo'yisham esdan chiqmasin. Bo'lmasam sizlarga buni ko'rsatib o'taman. Mana bu ko'rib turgan diskalaring 80X MTZlar uchun, Belaruslar uchun 76 ga to'shni razmerda tushadi. Bunisi ham xuddi shunday, mana ko'rib turibsizlar, holatlari juda chiroyli holatda. Svarkalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bular ikkovi MTZ 80X larga. Bularimiz mana oralari ochiq bo'ladi. TTZ 28 LS texnikalarimizga 76 bo'lib tushadi. Ikki xilligi sabab bu diskamiz narxi sal arzonroq, bunisi sal qimmatroq. Sabab bu diskamiz ikkita diskadan bir dona chiqadi, bu diskamiz bitta diskadan bitta chiqadi. Shuning uchun narxlari bunisi arzonroq, bunisi qimmatroq. MTZ ga nimaga tushmaydi degan akalarimizga MTZ ni bartovoyi 28 TTZlarikidan sal kengroq bo'lar ekan. O'shani hisobiga bu diskamiz MTZlarga jicha kengroq o'nlab tushyapti. Ish berishiga, garantiyasiga, hammasiga javobgarligini beramiz. Bunisiga ham, bunisiga ham. Umuman svarkalardan boshqasidan muammo yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Ekran pastiga nomerlar yozib qo'yamiz. Shunaqa diska axtarib qidirib yurgan o'rtoqlaringga yo traktorchi do'stlaringga bu videoni jo'natib qo'yisham esdan chiqmasin. Keyin kanalda yangilar obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'ying. Shunaqa yangi videolarimiz birinchilardan bo'lib sizlarga yetib borish uchun.